Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun mana o'zi qishda dastlabki kunlari sovuqlar tushib, yomg'irlar yog'a boshladi. Sovuq bo'lishiga qaramasdan biz Traktor Boris jamoasi akalarimizga kerak bo'lgan o'sha sifatli videolardan ishlashga harakat qilamiz. Albatta akalarimizdan shuni iltimos qilamiz. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom etsin, like bosib, obuna bo'lsin va kommentariyaga o'z izohlarini qoldirsin. Hozir mana ko'rib turganingizdek, o'tgan safargi videomiz 952.2 traktoriga raqobatbardosh bo'lgan zamonaviy Yuto traktorini 904 modelini bir solishtirib ko'rgandik, test drive qilib, motorlari necha ot kuchli hammasini ko'rsatgandik. Endi navbat mana katta traktorlarga yetib keldi. 100 ot kuchidan katta traktorlar so'rab yurgan akalarimizga mana haydov uchun turbo kompressori bor degan akalarga mana 1022 traktorlarimiz, turbosi bor, orqa naviskalarini ham bir batafsil obzorini qilib o'tamiz. Albatta akalarimizdan shuni iltimos, talab ham iltimos deydi, o'shanday qilib qolamiz. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmasin va eslatmani yoqib qo'ysin. Videolarimiz doim birinchi videolardan tomosha qilish nasib qilsin akalarga ham. Bu traktorlarimiz 1025.2 va Yuto NLX 1024 traktorlari. Ko'rishingiz mumkin, yangi oldi mordalari ham, ko'rinishlari ham, mana NLX traktorlarimiz oldida toshlari bilan ham kelgan. Batafsil obzorini unda boshlaymiz. Narxlari bilan video davomida tanishtirib o'tamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Xarid qilish usullarini va buni videoni oxirida aytib o'tamiz, xarid qilish usullarini. Unda Ulug'bek Belarusdan boshlaymiz. 1025.2 traktorimizdan. Bu Belarus MTZ Minskiy traktor zavodini 245 motori bilan jihozlangan turbo kompressorli traktorimiz. 105 ot kuchi kapot tagida bor. Bu traktorimiz kapotida 105 ot kuchi turbo kompressor bilan jihozlangan D245 dvigatel turibdi. Apparat qismlari ham oddiy, farsunka, bemalol salarka tanlamaydi. Qancha yaxshi salarka qo'ysa, o'zi akalarimiz biladi, o'shancha yaxshi bo'ladi va oldi ko'rinishidan ko'rishingiz mumkin. Hozir biz salon qismlarini ham oddiy bir ko'rsatib o'tamiz. Bu radiator sovutish qismlari ham. Endi aka buni bir batafsilroq ma'lumot berishingiz kerak aka. Bu traktorimizni narxi ham birdan to'xtalib o'taylik. Hozirgi kundagi narxi sabab ko'p mijozlarimiz, ko'p akalarimiz narxni ham birdan aytib o'tmading, narxi unaqa ekan deb aytadi. O'shaning uchun narxiga alohida to'xtalib o'tamiz. 1022 470 million so'm hozirgi kundagi narxi. Lizing bo'yicha gapirib ketsangiz aka. Boshlang'ich 25% bilan bir kun ichida to'lov grafik har 6 oyga qiladigan qilib, to'laydigan qilib chiqarib beramiz. Bir kun ichida Naqd to'lov haqida gapirib ketsangiz aka. Naqd to'lov olsa agar, naqd to'layman desa ham kelsalar, chegirmalar asosida o'zi chiroyli skidkalari bor. Chiroyli skidkalari bor, bonuslari bor, chegirmalari bor. Bundan tashqari pul ko'chirish yo'llari bilan mana bugun akamiz, fermer akamiz traktor olib ketdilar. Skidkalar bilan juda xursand bo'lib ketdilar. 892.2 oldiga pogruzchik taqib olib ketdi. Uni ham videosi yaqinda chiqadi. Bu salon qismimiz. Salon qismimizni bir ko'rishingiz mumkin. Yangi ketamiz ana salon qismlarini. Yangi sidinalar, magnitofon, kolonka, bundan tashqari konditsionerlari bor, Bu sidinani ko'rishingiz mumkin. 2025-yil yangi partiyadagi traktorlar. Bu 2024 va 23-yilda qolib ketgan asatga tovarlar emas. Oynasidan ham ko'pchilik mijozlarimiz o'sha oynasiga qarab ham bilib oladi. Balonlari ham o'sha 18 ga 4 R34 razmerda. Belshina Belarusda o'sha mashhur balonlarni orqa naviskasiga keladigan bo'lsak, orqa naviskamiz ikkitalik silindrli, 2 tonna, 2,5 tonnagacha bo'lgan yuklarni bemalol ko'tariladi. Elektrochas, gidravlika qismlari ham zamonaviy agregatlarga tushadi. Bu 1025.2 traktorimizni ko'plab akalarimiz biladi. Universal traktor, ham haydov uchun, ham transportga to'g'ri kelaveradi. 90-76 qatorrosiga ham hisob ishlatayotgan akalarimiz bor. Mana Jizzaxlik akalarimiz, ko'p akalarimiz kelgan. Buni balonni teskari qilib 90 ga ham bemalol tushirsa bo'ladi bu traktorimizni. Oldi aytganimizdek ko'rinishlari yangicha dizaynda, yangicha ko'rinishda kelgan. Bu traktorimiz sinxronli 4 talik skorusda kelgan. Korobkalariga ham to'xtalib o'tamiz. Sinxron korobkali traktorimiz. Endi Yuto traktorlarimizga o'tsak, Yuto traktorimiz 1024. Mana shu 1025.2 ga
raqobatdosh bo'lib keladi mana shu Yoto'ga. To'g'ri, bu hozirgi 1025.2 traktorimizga raqobatbardosh bo'ladi. Xuddi shu traktorlarda akalari ham bor. Bu 1025.3 hamda Yutoni 1104 modellari. Bundan keyingi videoda albatta o'sha videolarni qo'yamiz. Hozir mana 1024 77 kilovatli 105 ot kuchli traktorimiz. Bu traktorimiz oldida mana toshlari bilan kelgan zavodskiy, faqat ot kuchi deyarli bir xil, lekin 1024 traktorimizda filtr, 1024 traktorimizda turbo kompressor yo'q. O'sha ko'rinishidan doimiy o'sha qizil va qora rangli kombinatsiyalar bilan chiqqan kapsula shaklida deyiladi. Ko'plab akalarimiz biladi. Filtrlari ham tepaga qo'yilgan. Sababi O'zbekiston sharoitida pastda ko'p chang bo'lganligi uchun filtrlari mo'yishli filtrlardan, o'sha baklarni ham ko'rishingiz mumkin. Balonlari oldi shiroki balonli bo'lib kelgan. Hozirgi yangi kelgan partiyada. Bundan oldingi sotgan traktorlarimizda ham bilishadi akalarimiz. Uski sal uskiroq edi, u ham yaxshi edi. Sababi 10 qator orasiga moslashishga juda qulay edi u traktorimiz. Juda qator orasiga moslashishga juda qulay edi. Bu traktorimizda oldi ko'rinishini ko'rdik. Oldida toshlari bilan kelgan, Yevro standartlarga javob beradigan bo'lib, buni nafaqat oldida, balki mana balon orqa balonlarida ham balansirovka toshlari bor. 50 kilodan общий umumiy 200 kilo. Bu uncha sharoitda traktorimiz loyli yerlarda botib qolmaydi. O'shaning uchun xuddi shunaqangi kelgan. Hozir salon qismini ko'rsatishdan oldin alohida bir to'xtalib o'tishingiz kerak. Orqa zadniy kameralari ham bor xuddi traktorimizda. Mana ko'rishingiz mumkin. Salonimizda lyuklarigacha bor. Sidinalari ham Yevro standartga javob beradigan traktorlarimiz, konditsionerlari ham bor. Qo'shimcha yana ventilyator ham tashlab ketilgan. Sababi ko'plab akalarimiz konditsionerga nima deydi, konditsioner yoqtirmaydigan akalarimiz bo'lib qoladi. O'shaning uchun zadniy kamera hattoki USB ga tiqadigan joylarigacha tashlab ketilgan. Hamma narsani o'ylagan, komfortni ham o'ylagan, qo'shimcha passajirga ham yana joylari bor. Orqa naviskasiga keladigan bo'lsak, orqa naviskasi ikkitalik silindrli, ko'taradigan naviskamiz ham kruchokli bo'lib kelgan. Puluklarda taqishda, zamonaviy agregatlarda qiynalmaslik uchun xuddi shunaqangi ko'rinishda kelgan. Elektrochast gidravlika qismlari aytganimizdek zamonaviy agregatlarga bemalol tushadi. Bu ruchnoy orqani tushiradigan, ko'taradigan ruchnoy apparatlari. Bu traktorimizda 105 ot kuchi aytganimizdek. Apparat qismlari ham oddiy apparat, sinxron korobkali, skorslar 4 talik bo'ladi, 3 ta rejimda ishlaydi. Hozir salon qismini ham yana bir batafsil obzorni qilamiz. Bundan tashqari yana mana shu bachok deydi, moy bachok qismlariga alohida bir to'xtalib o'tishingiz kerak. Sababi orqa naviska, gidravlika, rulovoy qismlari alohida moylarda turadi. Sababi oldin ko'plab ba'zi bir traktorlar zadniy naviskasi, orqa naviskasi, gidro bachoklari, rullari bitta bachokda bo'lganligi uchun har xil telichkalar taqiladi, yomon moylar aralashib, juda nosoz hollarga ko'p kelganligi sababli mexaniklarimiz, injenerlarimiz maxsus o'sha Xitoyning zavodida bo'lib, xuddi shunaqangi komplektatsiyada zakaz bilan olib kelyapti, O'zbekiston sharoitiga moslab. Oldi balonlari ham mana ko'rishingiz mumkin. Shiroki haydov uchun tezroq olib bosib haydaydigan, haydash kerak deb turibdi-da bu traktorlarimiz. Kelib olish kerak, haydash kerak, minish kerak. Hozirgi kundagi narxiga ham bir to'xtalib o'tsak, 1024 traktorimizda traktor boruzdagi narxi 400 million so'm. Boshlang'ich 25% bilan lizing asosida ham xarid qilishlari mumkin akalarimiz. Pul ko'chirish yoki 100% to'lovga ham bonus va chegirmalar asosida qilib beramiz. Bu traktorimizni bir test drive ko'ramiz hozir. Qanaqa bo'ladi? Endi bu xolisona fikrimiz endi. Albatta akalarimiz bor. O'sha traktorni biz faqat tavsiya beramiz. Tanlov o'zlarida. Bu traktorlar haqida batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing. Kommentariyaga narx so'zini yozib ketsangiz, batafsil ma'lumot ham berib o'tamiz. Albatta kutib qolamiz. Kommentariyaga
qanaqa so'z yozishidan qat'iy nazar biz har bir akalarimizni, har bir bizni kuzatuvchilarimizni, har bir muxlislarimizni fikrlarini inobatga olgan holda keyingi video avzorlarimizni o'shanga qarab tayyorlab boramiz. Unda bir 10-25 ta bitta zavod qilib sekin yurdirib ko'ramiz. Bu tarafda o'zi bizda katta ishlar kutilyapti, katta yangiliklar, mana kombaynlarimiz ham yangi kelgan. Xuddi shu bu tarafga test drive qiladigan joylarimiz yo'q. Endi orqaga to'g'ri tushunadi degan umiddamiz. Albatta akalarimizda chopon ham o'zi choponni kiyadigan vaqtlar keldi o'zi akalar. Voy